Qiziriq tumanida yangi ochilgan ingliz tili o'quv markazi Prime Study haqida eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rib turing. Bizning Prime Academy o'quv markazimizda o'quvchilar haftada deyarli har kuni 6 kuni va 3,5 soatdan dars qilinadi. Va boshqa markazlardan ajralib turadigan narsasi shundaki, darslarimiz, ya'ni uyga vazifalar darsning o'zidayoq bajariladi. Uyda esa faqatgina lug'atlar yodlab kelinadi. Agarda siz ingliz tilida erkin gaplashmoqchi yoki CEFR sertifikatini olmoqchi bo'lsangiz, Prime Academy siz uchun eng yaxshi tanlov. Describe these images. In this picture, I can observe a lady who is watching TV by on her sofa. Bizda qolaversa kids guruhlarimiz ham bor va katta va kichkina guruhlarga birinchi haftasi bepul sinov darslari bo'lib o'tadi va darslar haqida ma'lumot olish uchun ushbu raqamlardan ma'lumot olishingiz mumkin. Manzilimizda hamma yaxshi biladi. Hozir turgan joyimiz Qiziriq tumani Yagona darchasi ko'chasini boshida turibmiz. Bu tomonda Qiziriq tumani hokimiyati, eski pochta, bu tomonda esa Sadiya market bor. To'g'riga qarab yuraveramiz. Prime Academy o'quv markazimiz mana shu yer.